Nega ba'zi ayollar qimmat va modniy ko'rinishadi? Sababi ular chiroyli kiyimlarni tanlashni bilishadi. Bizda Era Fashion Optimum magazinimizda shunaqa novinkalarimizni olib kelib qo'ydik. Qizlar qaranglar, qanaqa chiroyli bejirim turadi ustinglarda. Tim bo'li yoz oyi yaqin va hamma dam olishga o'sha turlarni olib bo'lgan bo'lsa kerak va Era Fashionda shunaqangi chiroyli kiyimlarni olib ketmasanglar bo'lmaydi. Sababi u yoqlarda shunaqa yengil bo'lgan kiyimlarni yaxshi ko'rishadi. O'sha juda ham ko'pchilik klientlarimiz aynan shu kiyimlarimizdan olib ketishdi. Qizlar qaranglar. Bunaqasini yubkalini olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shunaqa shimli varianti ham bor bizada. Shimli varianti ham juda ham chiroyli, kачественный hammasi. Ko'nili variantini qaranglar, qanaqa zo'r. Prям menga eng yoqqani shu bo'lgan. Xohlasanglar shimli, xohlasanglar yubkali, xohlasanglar ko'nili variantlarini xarid qilsanglar bo'ladi. Razmerlari 42 dan 60 gacha bor. Razmeringlardan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Narxlari 450 ming so'mdan hamyonbop narxlarda sizlarni o'ylagan holda chiqarib qo'yganmiz. Oldilarini qaranglar, hammasini Swarovski toshlar bilan bezatilingan, juda ham chiroyli turadi. Orqasida kapyushonkalari ham bor. Premium kачестводagi ko'ylaklarimizni 450 ming so'mdan xarid qilishga ulgurib olinglar. Era Fashionda kutib qolamiz.